Prezidentimiz tomonidan 21-iyul kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilangan ustuvor vazifalarni bajarishga qaratilgan dolzarb 40 kunlik tadbirlari butun mamlakatimiz bo'ylab davom etmoqda. Belgilangan vazifalardan kelib chiqib, O'zmilliy bank tashabbusi bilan Samarqand viloyatining Urgut tumanida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etildi. Yarmarkada viloyat va tuman hududida faoliyat yuritayotgan 52 ta yirik va o'rta korxona hamda 14 ta davlat va jamoat tashkiloti ishtirok etib, ish izlayotgan fuqarolarga o'zlaridagi mavjud vakant ish o'rinlarini taqdim etdi. Ishsizlar ro'yxatida reyestrda turgani sababli hokim yordamchisi aytishgandi, o'shaning uchun kelib men bu yerdan o'zimga munosib ish va qulay oylik, qulay sharoitlar bilan tanishib chiqib, o'sha mehnat yarmarkasidan o'sha korxona bilan shartnoma imzolab, bugundan o'sha korxonaga ishga qabul qilindim. Bu juda ham qulay yarmarkalar bo'ladi. Chunki har bitta ishsiz o'zi borib ish topolmaydi. Bunaqa ishsizlarimizga qilib berayotgan sharoitlardan juda ham mamnunman. Prezidentimizning tashabbusi bilan dolzarb 40 kunlik dastur doirasidagi o'tkazilayotgan mehnat yarmarkasi juda ham zo'r. Yarmarka doirasida 20 taga yaqin biz o'sha bo'sh o'rin bilan qatnashgandik. Ulardan hozir mana 5 tasi bilan boshlanish shartnoma tuzishga ega bo'ldik. Asosan yoshlar bilan muloqotga kirishib, korxonamiz haqidagi hamma ma'lumotlarni to'liq tushuntirib, ularni o'zimiz korxonamizga taklif qildik ishga. Yarmarka davomida 82 nafardan ortiq fuqaroning doimiy ish bilan ta'minlanishi bo'yicha mehnat shartnomalari rasmiylashtirildi. Shuningdek, ko'plab fuqarolarga kasbga yo'naltirish, qayta tayyorlash hamda kelgusida ishga joylashish yuzasidan amaliy tavsiyalar berildi. O'zim Samarqand davlat universitetini bitiruvchi kurs talabasiman. O'zim bank ishi audit yo'nalishini tugatganim uchun bank yo'nalishini tanladim. Mahalla bankiri lavozimida joy bor ekan, bu joyga men bilan suhbat qilishdi. Mahalla bankiri lavozimi bu. Bo'sh ish o'rinlarini yaratish, kambag'allik qisqartirish, ishsiz yurgan yoshlarni ish bilan ta'minlash ekan, asosiy vazifalar shular. Yarmarka doirasida fuqarolarga tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari ham keng tushuntirildi. Xususan, tadbirda ishtirok etgan 58 nafar fuqaro tijorat banklariga o'z biznesini yo'lga qo'yish yoki kengaytirish maqsadida jami 2 milliard 390 million so'm miqdorida kredit olish bo'yicha murojaat qildi. Yarmarka davomida ta'kidlanganidek, yoshlarni ish bilan ta'minlash va ularning biznes g'oyalarini moliyalashtirishda O'zmilliy bank huzuridagi Kelajakka qadam dasturi katta yordam bermoqda. Birgina bankning Samarqand viloyat boshqarmasi tomonidan ushbu dastur asosida joriy yilda qariyb 30 milliard so'm kredit ajratilib, 1000 dan ortiq fuqarolar ish bilan ta'minlandi. Aytish kerakki, ushbu loyiha yoshlarning orzu intilishlarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashayotgan muhim platforma vazifasini o'tamoqda. Kelajakka qadam dastur doirasida Milliy bankda hozirgi kunda 20 million so'mdan 10 milliard so'mgacha bo'lgan turdagi kredit mahsulotlarimiz ishlab chiqilib, oliygoh bitiruvchilarning bandligini ta'minlashga ko'maklashib kelmoqdamiz. Bu kredit mahsulotlarimizning muddati 7 yilgacha etib belgilangan va kredit foiz stavkasi yoshlar uchun eng qulay foiz stavkada, ya'ni qayta moliylashtirish stavkasi, ya'ni Markaziy bank asosiy stavkasi 14% plus 1%, ya'ni jam 15% ni tashkil etib, imtiyoz davri 2 yilgacha etib belgilangan. Bugungi kunga qadar Samarqand viloyat Milliy bank tomonidan oliygoh bitiruvchilarga 30 milliard so'mdan ortiq kredit mablag'i ajratilib, jami 1000 ga yaqin bitiruvchilarning bandligi ta'minlangan. Mazkur mehnat yarmarkasi hududda kambag'allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirish yo'lidagi muhim amaliy qadamlardan biri bo'ldi.